Safarda davom etadi qadrli muxlislar. Bunchalik maydonga yaqin kelmagan edik. Qarang qanaqa chiroyli manzara va aynan mana shu chiroyli manzarada Rossiya va O'zbekiston klublari o'rtasidagi nazorat o'yini bo'lyapti. Bunyodkor jamoasi Orenburgga qarshi maydonga tushgan Premyer Liga vakili juda ham shiddatli uchrashuv bo'lyapti. Demakki, bugungi reportajimizda biz Bunyodkor jamoasining yangi mavsumga tayyorgarligi haqida xabar beramiz. Bizdan uzoqlashmang, eng qiziqarlilari boshlandi. Bunyodkor va Orenburg jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning 3-bo'limi davom etmoqda. Murabbiylar o'rtasidagi kelishuvga ko'ra jamoalar 30 daqiqadan 3 bo'lim o'ynashadi va hozir 3-bo'lim davom etmoqda. Ikkinchi bo'limdan so'ng zaxiraga olingan Shahboz Umarov suhbatdoshimiz. Shahboz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'yin taassurotlari birinchi, ikkinchi bo'lim haqida. O'yin shu Rossiyaning Orenburg jamoasi bilan o'ynadik. Juda yaxshi o'yin bo'ldi. Hali ham mana davom etyapti. O'zimizni fizik sostenamizni tekshirish anaqasida chiqdik, o'yinga ko'rdik. Endi odatda nazorat o'yinlarida hisob birinchi planga chiqmaydi. Bunda murabbiylar futbolchilarni tekshirib olishadi va keyingi o'yinlarga tayyorgarlik ko'riladi, to'g'rimi? Da, albatta biz natija shu bosh murabbiyimiz aytishdi o'yindan oldin. Rezultat не главное. Hozir zborda o'zimizni o'yinimizni tiklab olish uchun, bolalar bir-birimizni tushunishimiz uchun taktik tomonlama shularni ko'rsatish. Shahboz Umarov 5 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston chempionatiga qaytdi yana. Ungacha Belarus chempionatida, Qozog'iston chempionatida o'ynadi va albatta Ordubash safida Qozog'iston chempioni ham bo'ldi. Undan tashqari Belarus va Qozog'istonda kubok sohibi ham bo'ldingiz. Men qaytish qanday bo'ldi? Hali aytadi-ku, qo'polroq o'tgan Daydog'ning qaytish deydi-ku. Qaytgandan avvalambor xursandman. Ancha bo'ladi O'zbekistonda o'ynamaganimga. Qozog'iston chempionatida shu 3-4 yil o'ynadim. O'zimni O'zbekistonda ham ko'rsatishga nima deydi? Ishtiyoq bo'ldi, nima deydi? Qanday tushuntirsam bo'ladi sizga? O'zim ko'rsatmoqchiman O'zbekistonda ham, чтобы hamma o'sha Qozog'istonda chempion bo'ldi deb, mana slabый deydi-ku chempionat. Gapiradigan odamlarga o'zim ko'rsatmoqchiman, xudo xolasa. Qozog'iston chempionati slabый emas. Bu hozir ko'rib turibmiz. Qayra jamoasining Chempionlar Ligasidagi o'yinlar, masalan, oxirgi o'yinni ko'rgan bo'lsak, Arsenal bilan 3-2 hisobda u jangovar o'yin bu. Endi ko'p odam gapirishadi-yu, solishtirishadi, nima deydi, bir narsa yutsang shu slabый chempionat deyishadi. Shunga o'zimni hozir O'zbekistonga kelib, o'zim darajamni ko'rsatishga harakat qilaman. Bunyodkor jamoasidan taklifni qanday qabul qildingiz? Mana shartnoma imzoladingiz, boshqa takliflar ham bormidi o'rtada? Bor edi boshqa takliflar. Endi o'zimga Bunyodkor jamoasini ko'rdim, ko'rib chiqdim va shu qarorga keldim. Ziyatulloh bilan gaplashdingiz? Gaplashdim. Tajribali mutaxassis mana Gaplashdim, ishonch bildirdi. Keldim. 3 ta chempionatda o'ynagan futbol sifatida, mana shu Belarus chempionatida, Qozog'iston chempionatida, O'zbekiston chempionatida avvalgi yillarga qaraganda o'syapti menimcha. Belarus chempionati ham, Qozog'iston chempionati ham. Belarus chempionatini bilmadim, Qozog'iston o'sdi, ancha o'sdi. Kuzatib borasiz oldingi jamoalaringiz, masalan, Bateni ham, o'sha Beguni ham. Kuzatmay qo'ydim. Nega? Chunki 2 yil bo'lib qoldi mana shunaqa chempionat ko'rganimda, уже sal slabiylashdi chempionat. Ko'rgim yo'q, ko'rmay qoldim. Keyin Husanov ham ketib qoldi. O'sha kuzatadigan odamlarim Abduxoliqov, Husanov. Abduqodirov kuzatyapsizmi hozir? Kuzatyapman. City'ning muxlisi bo'ldingiz. Muxlisi bo'ldik, endi hammamiz O'zbekiston xalqi City'ning muxlisi bo'ldik. Ha? Yo'q, birga o'ynamaganman, o'sha yerda birga yashab, bitta joyda turganmiz. Eng qiziqarli voqea eslayapman. Ha, bu Jahongir savol edi bu. Unaqa ko'p o'zizga aytaman unaqa narsalar. Nimalar kutasiz bu chempionatda? Mana hozir oldingi yilga qaraganda vohliroq boshlandi chempionatimiz va bu yil jahon chempionati ham bor. Shu boisdan menimcha juda ham yonsa kerak. To'g'risi, ancha bo'lgan. O'ynamagan. Men pashta O'zbekistonda o'ynamaganman. Qanaqadir narsa kutmayapman. Bilmayman qanaqa bo'ladi. Lekin o'zim ko'rishga harakat qilaman. Chunki hozir jahon chempionatiga boradigan tarkibga ham kirib qolishingiz mumkin. Ajab emas. Mana shu mart, aprel oyida o'zi ko'rsatsangiz. Xudo xolasa shunga harakat. Nasib qilsa, Alloh nasib qilsa. Qaytishingizga ham shu sabab bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat Shahboz, sizga. Bizni hozir nimamiz shu nima deydi, Turkiya zaminida o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazayotgan jamoalarning eng yaxshi o'yinchilariga, shu uchrashuvlarda eng yaxshi deb topilgan o'yinchilarga o'zimizdan kichik sovg'amiz bor. Shu sovg'ani sizga beraman. Uyga borganda ochasiz buni. Bu sizga sovg'a. Rahmat. Yaxshilikka ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Qadrli muxlislar, Bunyodkor jamoasi va Orenburg klublari o'rtasidagi uchrashuv davom etmoqda.
Давай, Вов. 3, 2, 1. Туда. Давай. Bunyodkor va Orenburg jamoalari o'rtasidagi uchrashuv o'z nihoyasiga yetib boryapti. Suhbatdoshimiz Bobur Yo'ldoshev. Assalomu alaykum. Sizni hozir Chigal yozgi mashqlarida alohida shug'ullanganingizni ko'rdik. Ha. Jarohat bormi yo'q? Ozgina shu jarohat bor oxirgi o'yinda. Hozir shu son qismi orqa tomonida hozir og'riq borligi uchun hozirda alohida mashg'ulotdan o'tyapmiz. Bir oydan beri shu yerdasizlar, mashg'ulot o'tkazyapsizlar. Boshqa bir ikkita jamoalarimizda ham ko'rdik. Neft jamoasi ham anchadan beri shu yerda shug'ullanyapti. Bir oy unaqa ko'p emasmi? Yo, orada uyga ham borib keldinglarmi? Yo'q, uyga borganimiz yo'q. Orada 3 kundan bo'ldi Ha. shu yerda. Adashmasam shu 3-4 kun oldin dam bo'ldi. Shu aylandik ozgina shaharda. Endi Hali futbolda ozgina esdan chiqaraman, o'yin tugadi hozir. Mayli, o'yin hisobiga qaramaymiz, chunki bu o'rtoqlik nazorat o'yinlari. Rossiya klubi kuchli, nimadir o'rganish mumkin, nimadir o'rgatish mumkin ularga. albatta endi bunaqa yaxshi jamoalar bilan bar o'ynagan yaxshiroq. Chem kuchsizroq komandadan ko'ra kuchliroq komanda bilan o'ynab o'zimizni sinaganimiz yaxshiroq, chunki undan keyin o'zimiz O'zbekiston chempionatida ham oson komandani o'zi bo'lmaydi. Har bitta o'yin jang bo'ladi, kurash bo'ladi. O'shuning uchun albatta bu o'yinlar bizning foydamizga bo'ladi. Hozir jang deganingiz juda ham Orenburg futbolchilari futbolchisi bor ekan, juda qo'pol ekan. Ishkal chiqarmoqchi bo'ldi-ku. Endi bunaqa futbolchilar hamma joyda bor. Ko'proq agressivniy o'ynaydiganlar. Endi bu normal holat biz uchun. Yangi mavsumda nima kutamiz? Bunyodkor muxlislariga. Yangi mavsum inshaalloh albatta yaxshi niyatlar bilan boshlaymiz. Bu yog'i endi Xudo xolasa o'tgan yilgi natijalarni bilasiz. Endi baribir muxlislar ko'prog'ini xohlaydi. Xudo xolasa albatta o'zimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Rahmat, sizga omad tilab qolamiz. Sog' bo'linglar. Xo'jayin telefon qo'yibdilar menimcha. Sog' bo'ling. Rahmat, yaxshilik ko'rishing. Kichkina xo'jayin ekan. Bunyodkor va Orenburg jamoalari o'rtasidagi uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Jamoa bosh murabbiyi Ilyos Zetullayev o'yin haqida avvalo. Assalomu alaykum hammaga. Katta rahmat. Biz juda xursandmiz. Siz keldingizku. Игра очень хорошая получилась, очень интересная, очень интенсивно. Играли с очень хорошим соперником высшей лиги, и поэтому ритмы были очень большие. Вначале было запланировано 2 тайма по 45 минут, но мы сыграли 3 тайма по 45 минут. Даже так вот нам повезло, что многие ребята нам набирают минуты, и поэтому думаю, что в целом сборы проходят хорошо по плану. Слава богу, что ребята сегодня никто не получил травмы, и набираем кондиции, потому что в этот период, конечно, ребята под нагрузками, все. Но я ими очень доволен, потому что на самом деле они отдаются полностью, стараются, несмотря на трудности. Поэтому готовимся спокойно. Да. Сказали, что все идет по плану, но погода меняет ваши планы. Ну, Дождь, да, в этом году, в прошлом году, конечно, была здесь солнечная погода в этот период, но в этом году, где мы находимся, там, конечно, были дожди, но не прям так сильно, как в этой зоне. Поэтому наши планы как бы не поменялись. Мы также все тренировались нормально, поэтому поля в отличном состоянии, прохладненько, но все нормально, слава богу. Поэтому Чуть нервная игра была сегодня. сегодня, да, немножко чуть нервная игра была, поэтому чуть жестковатая, да, поэтому где-то, наверное, скорее всего, уже команды знают, что скоро чемпионат начнется, немножко есть такой адреналин. Да. Но самое главное, что игроки, они знают, где надо остановиться, где надо чуть поругаться, поэтому это тоже очень сильный тест. Уже приближается к реальной игре, поэтому ничего страшного, они профессионалы, поэтому знают, как надо себя на поле вести. Chempionat boshlanishiga ozgina vaqt qolyapti. Jamoalar deyarli tarkiblarini shakllantirib ulgurishdi. Bunyodkor jamoasi haqida ham shunday desa bo'ladimi yoki yana kimdir qo'shilishi mumkinmi tarkibga? Ну, на данный момент мы пока, если взять вот этот вот состав, я ими очень доволен, поэтому мы пока закрыты, никого не ищем, но
клуб работает, например, если есть какой-то, может, молодой, хороший игрок, который перспективный, хочет к нам прийти, и у нас есть такая возможность его взять, почему бы и нет. Поэтому мы наблюдаем за рынком, и если есть хорошие какие-то предложения, и мы готовы рассмотреть. Поэтому, а так, в целом, я думаю, что у нас основной костяк и молодые, очень хорошие, интересные ребята, поэтому я доволен рынком. Markaziy himoyachilar 5 ta hozir. Qaysi chiziqdan ozgina qo'yingiz to'lmayapti? Yarim himoya ham hujummi? Bitta yaxshi o'yinchi balki qaysidir chiziqqa. Ну, я думаю, что, конечно, в центре поля у нас очень нормально, молодой, у нас молодой, такой, можно так сказать, по среднему, если взять, мы молодые в центре поля. Я думаю, они справятся, потому что рано или поздно они должны себя показывать. Я не должен даже капельку сомневаться, не бояться, потому что они на самом деле достойные, хорошие игроки. Они это еще покажут, дай бог. Просто им надо доверять. Им надо доверять. А так, если мы найдем, пускай это будет какой-то крайний нападающий или полузащитник или защитник, если он сильный и он нам поможет, то, конечно, мы усилимся еще. Oxirgi savol, jahon chempionati bo'lganligi uchun tez o'yinlar o'tkaziladi, juda ham taqvim zich bo'ladi. Umuman Bunyodkor muxlislariga nima degan bo'lardingiz? Nimalar kutishsin jamoadan, qanaqa klub rahbariyati tomonidan vazifalar qo'yilyapti? Umuman жеребьевка bo'yicha ham. Да, очень интересный будет интенсивный чемпионат в этом году, особенно когда старт, поэтому сейчас все команды готовятся именно как подойти правильно вот к первым матчам, потому что каждый 5 дней мы будем играть. Я уже посмотрел календарь, поэтому заметил, что мы играем, потом уже на 5-й день у нас на 5-й день игра, поэтому надо подготовиться хорошо физически и психологически к этому. Болельщикам я бы хотел пожелать в этом году, все, кто смотрит футбол, тот, кто любит футбол, пожелать, чтобы стадионы становились полными, чтобы мы, как тренера, как футболисты, вернули доверие нашему народу, потому что они тоже заслуживают этого. И на самом деле было бы здорово, если прошел такой чемпионат, где каждая команда, даже если играет, например, аутсайдер с лидером, чтобы была борьба, чтобы была зрелищность, и поэтому пускай Бог благословит наш чемпионат, чтобы все было прозрачно, честно, и в таких условиях, конечно, будет очень, очень сильный конкурентоспособный чемпионат, потому что в Узбекистане футбол очень сильно вырос, и я очень рад этому. Ilyos Zetulayev eda suhbatdoshimiz, jamoa bosh murabbiyi. O'ylaymizki, qaldirg'ochlarning parvozi juda ham baland bo'ladi bu yil. Va bir narsani aytib o'tamiz, o'zbekistonlik futbolchilar orasidan birinchi bo'lib Italiya A seriyasida o'ynagan Ilyos Zetulayev ularning yo'llarini berdi. Mana Xudoga shukr, Eldor Shomurodov ham Italiya chempionatida o'ynadi va bugun mana shu biz turgan zamin Turkiyada yondiryapti. Katta rahmat sizga. Rahmat. Xayr. Rahmat. Rahmat.